Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqni ko'ramiz. Bu olmaxon mashqi ekan. Judayam yaxshi. Hop, birinchi olmaxonni koptogini ko'ramiz. Qanaqa? Tak. Yaxshi. Hop, mana bu yerda harakati avval pastga kelib, keyin bu yoqqa yuryapti. Bunday yurib, bunday yuryapti. O'sha narsani harakati nima? Uchini harakatida. O'sha harakatni biroz tezroq harakat qilasiz. Bunday harakatlanyapsiz. O'sha harakatni mana bunaqaroq qilgan yaxshida, bunaqaroq qilgan yaxshi harakat. Xo'p. Keyin mana bu joylarda qotib qolyapti-da, anaga o'xshab, rasmga o'xshab, haykalga o'xshab, o'sha biroz harakat qo'shib qo'ying. Ozgina qimirlatib qo'ying. Tak. Mana bu yerda ham harakatni arkasini to'g'irlash kerak. Bunday boryapti. Bu yoqdan pastdan borgani yaxshi. Tak. Mana bu yerda ham qarang, qotib qolgan harakat. Umuman harakat yo'q. Mana haykalga o'xshab ozroq harakatlantiring. Ya'ni mana buni ozgina pastga harakat qildirsangiz bo'ladi. Ya'ni skvoshda. Hop. Tak. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Ya'ni qotib rasm bo'lib qolyapti. Rasm bo'lib qolmasin. Birinchidan pachoq bo'lib qolgan. Dumaloqni asliga qaytarasiz va ozroq harakat qildirasiz. Nafas oldirib. Tak. Mana bu yerga o'xshang. Tak. Xo'p, mana bu yerga tushgandan keyin birdaniga qarayapti, qarang. Mana bu bitta kadrda. O'sha narsani yoki menimcha olib tashlagan ma'qul. Mana bu narsani olib tashlang, bitta kadrga harakat qilib qolyapti. Joyida turavergani yaxshi. Agar qarashini qo'shaman desangiz, ozroq tinchlantirib, keyin qarang. 10 ta kadr joyida mana bunday dumaloq bo'lib tursin-da, 10 ta kadr. Keyin bunaqa qilib cho'zsangiz bo'ladi. Shunda ham bitta kadrga piq etib cho'zilib qolmasin-da, 3 ta yo 4 ta kadrga cho'zilib qarasin. Tak, mana bu yerda ham tinchlantirib turgan vaqtda ham harakat qildirish kerak, haykalga o'xshab qolmasin. Tak. Mana bu dumini harakati biroz sekinroq. Tak. Mana bu qism tezroq tushishi kerak. Bunaqasiga tezroq tushishi kerak. Dumni hozir keyin aytaman. Hozir dumni boshdan boshlaymiz. Tak. Mana bu yerda dum yaxshi. Tak. Mana bu yerda ham yaxshi. Mana bu yer yaxshi emas, qarang. Ana o'zgarib qoldi. Ko'rdingizmi? Buni nima qilish kerak? Mana bunaqasiga olasiz. Mana bunaqasiga olasiz. Mana bunday o'tkazasiz. Tushundingizmi? Keyin bu yoqda, mana bu yoqda bunday o'tkazasiz. Mana bunaqasiga o'tkazasiz. Hop. Bunaqasiga o'tkazasiz. Tak, bu ham xuddi shunday. Bunaqasiga. Tak. Mana buni harakati yonga bo'lib qolgan, to'g'rilaysiz. Arka bo'yicha yurishing. Xuddi poyezd yo'lida relsdan yurgandek, dumni uchi ham shunaqa relsdan yurish kerak. Tak, mana bu yerda qarang, spacing juda katta. Ease in, ease out bo'lib to'xtamayapti. Qarang, katta kelyapti, tiq etib to'xtab qolyapti. Ana yerda mana bu yerda qarang, haykal bu. Mana shu yergacha ozroq sekin yurg'izing-da, ana ularda dumni. Tak. Mana bu yerda bitta kadrda dum qimirlab ketyapti. Uchi joyida tursin. Buni pozaga qo'yasiz-da, uchini mana bunday qo'yasiz bu yoqqa. Tak. Xo'p, mana bu yerda mana bu poza yaxshi emas. Mana bunday dumi tepaga bo'lishi. Uni o'rniga nima qilsak bo'ladi? Mana bu poza qoldirsak, mana bunday
Bu yog'ini bunaqa qilasiz. Bu yog'ini bunaqa qilasan. Mana bu yog'ni neqa bu yoqqa o'tkazasiz. Orqaga o'tkazasiz, orqaga. Tak. Keyin ketadi bu yoqqa. Buni uchun tegizishimiz kerak. Xo'p, ketdi. Mana bu ham to'g'ri bo'lib qolgan. To'g'ridan ko'ra ozroq arka qilganimiz yaxshi bunaqasiga. Mana bu ham o'zgarib qolyapti. Bunaqa qilaman. Ya'ni uchi tashqari chiqib ketib qolish kerak emas. Uchi mana bir reels bilan yurish kerak. Mana bu ham xuddi shunday. Mana bu ham uchini bu yoqqa qo'yganmiz. Mana bu yaxshi chiqdi. Qarang, ichiga tushdi. Mana bu yerda qotib qolyapti. Dumni qarang. Easy in easy out yo'q, qotib qolyapti. Easy in easy out bo'lib kirsin va qotib qolmasin. Ozroq men bunga nafas qo'shasiz, o'shanda dumni ham harakatlantirasiz. Ko'p harakatlantirish kerak. Mana bu yana o'sha poza, dumni 3 harakat qilmaydi. Olib tashlaysiz. Men bu yerda ko'rsatganimdek. Men bu yerda ham spacinglar juda katta. Chik. Mana bu juda katta silliqlash kerak. Timingni sal sekinlashtiring. 3 ta 4 ta kadrga sekinlashtirishimiz kerak timingni. Mana bu yerda qotib qoldi. Buni to'g'rilashimiz kerak. Xo'p, mana bu tushgan vaqti mana bu yerda mana bu tushishi biroz sekin, juda sekin. Mana bu yerda o'sib, mana bu yoqqa tushishi bo'lishi kerak. Bunaqasiga o'zi mana bu yerda bunday tushishi bo'lishi kerak. Juda yaxshi tushunimiz kerak. Xo'p, anavi nima edi? Yong'oq. Yaxshi, mulchashni olib turibsiz mana bu yerga. Xo'p, tushdi. Mana bu yerda kattaroq sakrating, shu dumidan o'tib ketsin. Mana bu yerga tegib line of action nima deydi? Arka yo'qolib qolyapti-da. Ne kelyapti-da? Bitta kadrga yana tepaga chiqib, yana mana bu yerga tushib qolyapti. Ishga kirib ketib qolyapti, g'alati bo'lib qolyapti. Undan ko'ra teparoqdan olingda yoki bu yoqdan oldin o'tsangiz ham mana bunday qilib o'tib ketsin. Chiroyli arka bo'lishi kerak. Bir xil arka qilganingiz yaxshi. Tak. Mana bu yerga tez to'xtab qolyapti. Sal kichkinaroq sakrasin. Mana bu yerda kichkinaroq sakrasin. Pastroqqa tushiring va yana 1-2 marta sakrab salgina dumalatish kerak. Dumalash kerak. Keyin oxiriga 155 ta emas, shuni bir 180 ta qilib ozroq kadr qo'shing. Shunda menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Mana shuni e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.